Assalomu alaykum futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Futbol Plus kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Keyingi paytda O'zbekiston milliy terma jamoasi hujumkor futbolchisi Abbosbek Fayzullayev Yevropaning top ligalariga o'tish imkoniyati yana keng muhokama qilina boshladi. Ayniqsa Pro Sport Management promotorlik kompaniyasi rahbari German Sacheno CSKAda o'ynayotgan o'zbek futbolchisining Yevropaga ketadigan davri kelgani va ular Fayzullayevni faqat top ligalarga yo'l olishi bo'yicha ish yuritayotganini aytgandan keyin bu mavzu yanada kuchaydi. Hozir CSKA safida o'z davrida Yevropaning qudratli klublari, xususan Barselonadan porlagan Miralem Pjanic Abbosbek Fayzullayev bilan yelkama-yelka to'p tepmoqda. Jurnalistlar futbol yulduzidan Abbosbek Fayzullayevga baho berish va darajasini baholashini so'radi. Uning gaplari: "Ordimga qarab, men o'z faoliyatimda faxrlanishim mumkin. Fransiyada Metz va Lyon, Italiyada Roma va Juventus, dunyoga mashhur Barselonada o'ynadim. Turkiya va Birlashgan Arab Amirliklaridan keyin Rossiyaga kelib ajoyib jamoa CSKAga qo'shildim. CSKAda asosiy vazifam jamoaga maksimal foyda keltirish. Tajribam, futbolchi sifatidagi mahoratim va bilimlari jamoaga yordam beryapti deb umid qilaman. Bu yerda fantastik kollektiv jamlangan." CSKA o'yinchilaridan Abbosbek Fayzullayev o'zida bir qator futbol sifatlarini jamlagan. Oldinga tashlayotgan qadamlaridan avval hozirgacha nimalarga erishayotganiga e'tibor qarataylik. Mana shunday navqiron yoshda qo'lga kiritgan natijalari uchun yurishini qayerdan boshlagan edi? Fayzullayev muntazam o'syapti. Uning mentaliteti to'g'ri shakllangan, futbolni yaxshi ko'radi va to'p tepishdan rohat oladi. Agar Abbos Barselonaga qo'shilishni istasa, demak, orzusi amalga oshishiga ishonishi va maqsadi sari to'xtamay intilishi shart. Bu mashaqqatli va uzoq yo'l. Biroq hech qachon intilishdan to'xtamaslik va ortga chekinmaslik kerak. Har kuni jiddiy mehnat qilish, mashg'ulotlarda ter to'kish, o'yinlarda borini berish, har jihatdan eng zo'ri bo'lishga intilishi lozim. Muvaffaqiyatga erishishning boshqa yo'li yo'q. Eng muhimi, o'zini chegaralamaslik kerak. Hamma narsani uddalashga qodirligiga ishonishning ahamiyati juda katta. Men Abbosni juda yorqin kelajak kutayotganiga aminman, dedi Miralem Pjanic. Eslatib o'tamiz do'stlar, 2023-yilning avgustida Paxtakordan CSKAga ko'chib o'tgan Abbosbek Fayzullayev bir necha bor orzusi Barselonada o'ynash va futboldagi kumiri Lionel Messi ekanini aytib o'tgan. Shuningdek, aksariyat mutaxassislarning aksariyati ham o'zbek futbolchisi o'yin uslubi jihatidan ispan futboliga mos ekanini ta'kidlagan. Fayzullayev CSKAga o'tgandan beri armiyachilar safida barcha turnirlarda 60 ta uchrashuvdan maydonga tushib, raqiblar darvozasini 8 marotaba ishg'ol qildi va jamoadoshlariga 21 ta golli pas uzatdi. 21 yoshli legionerimizning Rossiya klubi bilan amaldagi shartnomasi 2026-yilning yozigacha davom etadi. Transfermarket portali Fayzullayevning transfer summasini 8 million yevroga baholamoqda. Qadrli do'stlar, nima bo'lganda ham hamyurtimiz Abbosbek Fayzullayevni qo'llab-quvvatlagan holda kommentariyaga tushib, "Olg'a O'zbekiston, olg'a Abbosbek" deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Mana do'stlar, hozirgi dasturimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirigacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha, xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Futbol Plus kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.